Assalomu alaykum qadrli do'stlar, siz bilan Playderis.uz YouTube kanali. Qani biz sizlar bilan DS26 da chiqmaydigan futbolchilar haqida gaplashamiz. Biz qani boshlaylik. DS26 da yangilanish ham ozroq qoldi. 1,5 oylardan keyin yangilanish kelsa kerak. DS26 da chiqmaydigan futbolchilarni qo'yib olamiz. Bular asosan DLC'da yo'q ligalarga o'tgan futbolchilar va faoliyatini tugatgan, ba'zilari esa Diogo Jotalarga o'xshab faqatgina Diogo Jota vafot etganligi uchun chiqmaydi. Biz avvalo ularni qo'yib olamiz bittama-bitta. DLC26 da qanday bo'ladi? Bu haqida ham alohida video chiqarishga harakat qilaman. Endi Shomurodovga ham joy yetmay qoldi. Biz Shomurodov Kantinoniga qo'yib olamiz, mayli. Kantinoni qo'yib olamiz. Mayli, Kanti ham turaveradi. Qani biz boshlaylik. Birinchisi Angel Di Maria, u Argentinaga klublarga o'tdi. Davlatga faoliyatini ham tugatdi. Shuning uchun DLC26 chiqmaydi. Diogo Jota vafot etdi. Shuning uchun DLC26 chiqmaydi. Luis Diaz ham Bavariyaga o'tdi, lekin Kolumbiyaga qo'shilgan. Ilk yili bo'lib turibdi. Asensio 100% chiqmaydi. Chunki u Turkiyaga o'tdi. Gundogan ham xuddi shunday Turkiyaga o'tdi. Shuning uchun chiqmaydi 100%. Hamyurtimiz Eldor Shomurodov ham shunday Turkiyaga o'tgani uchun chiqmaydi. Inigo Martinez Arabistonga o'tdi. Hummels esa faoliyatini tugatdi. Shuning uchun chiqmaydi. Nacho o'zi hozir transferlarga kelmayotgani haqida ma'lumot keldi menga. Yana ham bilmadim. Son Heung-min Amerikaga o'tdi. Shuning uchun chiqmasligi mumkin, lekin 50 bu ham Edison 100% chiqmaydi. U Turkiyaga o'tdi. Turkiya qo'shilmagan. Braziliyaga ham qo'shilmagan. Nikola Kante Arabistonga o'tdi, lekin bu ham 50 bo'lib turibdi. DLC26 yangilanish hammaga ham qiziq bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosing. Xayr, sog' omon bo'ling.